mana shu qo'shiqqa qilpilab berasiz. Keyin million prosmotr bo'ladi. Siz ozgina pastroqdan olasiz. Bo'ldi, hop. Keyingi safar sal torroq va kaltaroq kiyinib keling, hop. Hop. Siz Toshkentdan Makka shahrigacha piyoda borasiz. Yo'q, o'qishim bor. Yo'lda biron nima bo'lib qolsam-chi, ota-onamni mazasi qochib qolsa-chi. Yo'lni yarmida zvezda bo'lib bo'lasiz уже. Tushunarli? Tamom, bir keyin nimandir bahona qilamiz, qaytamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Toshkentdan Makka shahrigacha birinchi kun. Alloh uchun like bosing. Biz yo'ldamiz. Sizlarga bo'lsa bitta baxt degan akkaunt ochamiz. Mashina olamiz arendaga, uy olamiz, juftlik bo'lib chiqib berasizlar. Odamlarni materialniy xohishlari bor-u, uy, mashina, gullar, restoran, sayohatlar ko'rsatamiz. Miyasida bo'lishi kerak. Nimaga unda bor, ular baxtli, menda yo'q degan narsani ko'rsatishimiz kerak. Tushunarli? Tamom. Shaxsiy fikri yo'q omillar, sizlar ham bizning shogirdlarga o'xshab cringe, axloqni buzadi